Bemorning holatini ko'rib turibmiz. Keyin holatda bizda sochlari, qosh, kiprik bo'lmagan. Hozirgi holat. Qanaqa holatdan qanaqa holatga kelgan. Hozircha soqollari olinmagan. Shu hisobiga ozgina qo'pol ko'rinishi mumkin, lekin bu davolanayotgan vaqtida olish tavsiya qilinmaydi. Yana birozdan keyin kaltalatishga ruxsat beramiz, butkul olish emas. Bosh sochli qismida ham sochlar chiqishi bor. Albatta soqolchalik emas u, sekinlik bilan. Davom muolajalari juda yaxshi ta'sir qilgan. Menimcha bitta bemorning bu holatdan shu holatgacha kelishi juda ham yaxshi natija. Yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. Bitta yaxshi ko'rinmoqda. Kimda shunaqa holat bo'lsa, davom muolajalarini vaqtida boshlasa, ertangi kunda natija yaxshi bo'ladi. Mana qoshlarning holatini ko'rib turibmiz. Deyarli chiqib bo'lgan. Kelganda qoshingiz yo'q-da? Yo'q-da. Kipriklar o'tgan safar aytgandik, kipriklar keyin kelgancha ko'rinib qoladi deb. Уже yaxshigina ko'rinib qolgan. Kamida ko'rinadimi yo'qmi? Ko'z bilan ko'rganda deyarli hamma kipriklar chiqib bo'lgan. Bundan keyin kelganda уже kameraga ko'rinadigan darajada bo'ladi.